Naydı mühim bir mesele. Bu nima degan vaqtida biz ham hozir bir qancha ayrım mush bexatarlik Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan bexatarlik masalasi to'g'riliq dokladlarni ko'rdik. Xo'sh. Masalan, bir qancha yilning oldida shu Android telefonlarga shu 3-chi bozordan qochilgan applar orqali telefonni kontrol qilib, ularning uchurini o'g'irlayotganligi to'g'riliq bir narsa e'lon qilingan. Bu to'g'riliqmi bir qancha qatim suhbatlar qilindi. Bu nima degan vaqtida biz odatda telefon ishlatganda Alma telefon bo'lsa, Almaninki App Store'ni ishlatamiz, Android bo'lganmiz Google Play Store'ni ishlatamiz. Ammo bir qism telefonlarda, bo'libmi Android telefonlarda ya Google Play Store yo'q, ya bo'lmasa biz izlayotgan applar yo'q. Masalan, tipik bir misoli Uyg'urcha kirgizish biroq telefonlarda Uyg'urcha kirgizish detali telefonning o'zida bo'lmaganligi uchun Uyg'urcha xat kirgizish detali deydigan bir detalni boshqa bir yerdan telefon o'zi nima qilmagan, ta'minlamagan app tushirish nimasidan emas, uchinchi bir yerdan uning hujjatini tushirib, shu appni qachilab Uyg'urcha kirgizish sistemasini ishlatishni aytib bo'lib ketgan. Uning keyindan shu qiblani ko'rsatib turadigan applar, Uyg'urcha radio, avlodninki bir qism applari, hatto istiqlolning applari bo'lishi mumkin. Chiqilib shu o'tirliqda yiqiyotgan Uyg'urcha applarni ular nihoyat ustulik bilan u appni o'zgartib, yoshirin narsalarni qo'shib, uning keyindan shu appning o'zidek bir yerlarga qo'yib qo'ygandan keyin bizning Uyg'urlarimiz bo'lib O'rta Osiyo, Turkiya, O'rta Sharqdagi bir qism davlatlardagi Uyg'urlar, hatto Yevropadagi bir qism yerlardagi Uyg'urlarmi qolayligini nima qilib, ash applarni bozorda bo'lmaganligi uchun telefon qochilgan ishlar nihoyat keng bo'lgan. Men burun qochilgan hatto Bilkan deydigan bir app bo'ladigan, xatolashmasam, shuni men qochilgan. Hamda uningki haqiqatan shunday bir app yoki emasligini hozir men bilmadim, tizimlikni ko'rmadim, ammo nihoyat nima keng tarqalgan. Ana keyindan Telegramda Uyg'ur detallari deydigan bir kanal bor. Hatto unda kanaldan bir qanchasi bor. Ash kanalga kirsangiz, shu yerda qatamush Uyg'urcha applar shu kanalda bor. Uyg'urlar shu Telegram shu kanallarga kirib, abay biz misol qilib o'tgan bir qism applarni telefon qochilgandan keyin shu telefon shundan boshlab boshqalarning kontroli ostiga o'tib ketgan. Bu Tibetliklar bilan Uyg'urlarga nishonliq holda ep berilgan nima ekan? Bu shu Xitoyning bir nimalar APT-41 deydigan FBI'ning nimasida tizimligida shu guruhningki nimalarni tutish to'g'riliq chiqargan tutish buyruqlarimi bor. Shular birisining ismi Moonshine, ya'ni ayning tabassum nima deymiz? Hilal ay sho'lasi deymizmi? Ay sho'lasi. Ay sho'lasi. Yana birisi ay sho'lasi. Yana birisi Bad Bazaar, ya'ni eski bozor deganga o'xshash ikki xil tipdagi shu narsalardan foydalanib turib, shu Tibetlar, Uyg'urlardagi diasporadagi shu guruh bularninki harakatini kuzatadigan narsa ekanligini bir qancha tadqiqot guruhlari e'lon qilgan. Hatto yaqinda shu Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Germaniya qatorliq davlatlarniki bexatarlik nimalarni organlarininki birlashmasi bo'lgan davlatlik to'g'ri bexatarlik kengashi deydigan bir organninki maxsus mushajat e'lon qilgan bir doklad bor. Bu qayta e'lon qilinyapti bu narsa. Undan keyin yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultayininki bir qism rahbarlarininki avatilgan e-mailga chopmoqliq bo'lgan Uyg'ur editninki ziplangan hujjatini tushirib telefon kompyuterga qatlangandan keyin bu kompyuterning ichidagi uchurlarni olganligi, hatto shu kompyuterga zahar, ziyonkashlik xarakterdagi yumshoq detallarni o'rlashtirib etilib, shu orqali nima qilganligini yaqinda shuni 4-oyda bo'lgan ish. Buni dokladda e'lon qildi. Bu men Dunyo Uyg'ur qurultayida birlar bilan paranglashmoqdim bu vaqtda, ammo dokladda deyilishicha bu ma'lum bir
tunuşluq bolgan bir şahsdan kelgen e-mail ekan. E-mailda bir Google Drive'ninki bir ulanması var. Onunda şu Uyghur editninki pirslangan hüjjetini kullanışı bolgandan keyin bu Uyghur editini Uyg'urlar ayt ko'p ishlatadi. Buni Yaponiyadagi G'ayrat To'xtaganji yasab chiqqan yumshoq detal. Xo'sh, xo'sh. Buningki yozib aylantirish iqtidori, aning keyin imlo tekshirish iqtidori deganga o'xshash nihoyatda yaxshi foydali taraflari bor. Endi uni G'ayrat To'xtaganjininki o'zininki tor betidan tushirib ishlatsak, albatta bu bexatar holda ishlatalaymiz. Ammo buni yasab o'zgartib ichiga bir qism hujjatlarning nimasini o'rniga ziyonkashlik qilgan iqtidori va hujjatlar bilan almashtirgandan keyin buni qaytadan asliy ism bilan yasab buni avatgandan keyin ular qochilgandan keyin kompyuterning ichiga bir qism ziyonkashlik qiladigan narsalarni qochilayotgan uning keyindan kompyuterda uchunlarni to'plab yo'llaydigan qildi. Endi bu tadqiqotchilarning analiziga ko'ra bular nima ishlarni qiladi deganda abayga o'xshash mush telefonni ishlatayotgan yoki mushu nimalarni ishlatayotgan insonlarninki harakatini nega boradi, nima ishlarni qiladi, undan keyindan telefon yoki mushu asboblar orqali kimlar bilan aloqalashadi, shunday narsalarni to'plash orqali mush diasporadagi Uyg'urlarninki aloqa tor xaritasini yasayotidi deb shunday deylik. Bu narsa nihoyatda mushu nimaga nisbatan bu Xitoy hukumatiga nisbatan nihoyatda muhim bo'lgan bir narsa. Biz burun tajribasizlikda, masalan, tashkilotchilik ishlarida biz qilayotgan ishlarimizni hatto shu ish yuz berishdan burun e'lon qilib, paloniyaga biz uchrashib, mandaq temani muzokara qilamiz deb namoyishlarga chiqsak, videolarni naq maydonda taqib, rasmlarni keyindan qo'yib taqib, undan keyindan oshqan yig'inlarimizning hamma dokladlarini torlarga qo'yib, shunday qiladi. U vaqtlarda Uyg'urlarniki nima ish qilayotganligini bilmak, kimning kim bilan aloqalashayotganini bilmak oson. Endi hozir biz borgan sari hushyorligimiz eshib, maxfiy uchrashadigan, yig'inlarni ochsak maxfiy ochadigan, to'g'riliq chiq ma'lumot bermaydigan bo'ldik. Ammo biz mushu tashkilotchilik ishlarida mushu fizikalik jihatga uchrashish yig'inlardan ayt sezgirligimiz yuqori bo'lgan bilan biz uchur bexatarlik sistemasiga kelganda sezgirligimiz unchalar yuqori emas. Biz shu dokladlarning shu maxfiy ochilgan yig'inning dokladlarini yanilab e-mail orqali qavatimiz bir-birimizga. Yig'inning uchrashlarini maxsus guruhlarimiz va guruh orqali qavatimiz. Hech kimga demanglar deb turib WhatsAppda bir guruh qurib, uni biz 5-6 odam bir yerda bo'lib shu yig'inning muzokarasini qilamiz, yig'inning xotiralarini qavatimiz. Bu yerda demak bizningki fizikalik jihatdan o'tirib ko'z tutib qilayotgan nimalarimizni qaraganda bakrak qiziqadigan kompyuterimizning ichida qo'l telefonimizning ichidagi uchurlar. Uni elish uchun yana abayqa deganga o'xshash texnikalik usullardan qo'llanishga bo'ladi. Endi hozir shu telefonlarimizning ichiga kirib bizning nerda turayotganligimizni, kimlar bilan nima yozish qilganligimizni, qanday uchurlarni bir-birimizdan almashtirayotganligimizni bilgandan keyin nima bo'ladi desa, Uyg'urlarningki hozirgi diasporada qilayotgan ishlar to'g'riliq ularda bir xarit sizalaydi, undan keyin kuchimizning qanchalik ekanligini bilalaydi, undan keyin bizga shunga qarshi tadbirlarni ola oladi. Endi hozir biz bu yerdagi abay degan applar bizningki madaniyatimizni qo'g'daydigan, dinimizni qo'g'daydigan, kimligimizni qo'g'daydigan narsalar bilan munosabatli. Biz shu narsalarni yaxshi ko'ramiz. Telefonlarimizni qachilaymiz. Biz yaxshi ko'radigan narsalar ayni vaqtda bizga bilinmay turib ziyon selayotir degan gap. Xo'sh, xo'sh. Endi bu narsalarni bizdan nima qilgandan keyin, demak, mening bilan sizning o'rtog'ingizdagi munosabatni bilgan bo'lgandan keyin, balkim sizlar mening o'rtog'imdagi munosabatni buzish uchun bir qism narsalarni qilishi mumkin, yoki bo'lmasa bir qism burun oshkorlangan narsalarni o'rtaga tashlab qo'yib, oshkorlab, shuni bilan o'rtamizga nima qilish mumkin. Demak, hozirgi maqsad nima deganda, shu uchurlarni to'plagandan keyin, shunga qarshi tadbir olgandan keyin oramizni buzish, bizni ojizlashtirish, undan keyin bizning kuchimizningki qayerda bakrak kuchli ekanligini bilib olsa, demak hujum nishonni shu yerga qaratalaydi. Demak, Turkiya hozir bizniki diasporadagi eng cho'ng bizning bir nimamiz bo'lgan ekan, eng cho'ng guruhimiz bo'lgan ekan. Albatta Turkiyaga bo'lgan qiziqishlar yuqori bo'ladi. Shunga elib berayotgan hujumning ko'pinchisi abay dedik, Android telefon orqali qilgan ishlarning ko'pinchisi Turkiyada yuz berayotganini, endi hozirgi ishbirlik harakatining
nima qilayotganligini. Demak, hozir bu texnika orqali bizga bo'lgan kontrol yoki davlat qilgan zulm endi shu raqamli dunyo orqali paydinpay yuqoriga o'rlayapti. Man bir necha narsalarni misol qilib o'tdim. Android telefondagi ay sholisi yoki ay jilvisi yoki eski bozor, onun keyin qurultayning nimasiga hujum qilgan biz o'tirib ishlayotgan yumshoq detallar, hamda hozir chiqayotgan bu ISMI signal tutqichdan ilib berilayotgan ishlar hammasi ma'lum bir cho'ng strategiyaning bo'laklari. Bularni hammasini bir yerga kelsak, demak bizga bir savol tug'iladi. Biz mushu ishlatayotgan narsalarimiz biz bexatarmi degan narsa chiqadi. Chiqqandan keyin albatta 100% bexatarlik hech narsa yo'q. G'arb dunyosida yashayotgan hatto men o'zim bexatarlik to'g'riliq gap qilayotgan bo'lsam, balkim meningdimi diqqat qilmaydigan bir qism narsalar bo'lishi mumkin. 100% bexatarlik narsa tuyg'usi yo'q. Ammo 100% bexatarlik tuyg'usini nimaga orqali paydo qila olamiz deganda shunga o'xshash bugun yaxshi bir suhbat qildik deb o'ylayman. Shu suhbatlar orqali atrofimizdagi xalqlarga shu tor bexatarligininki, uchur bexatarligining muhimligi bizningki garchi o'zimizni muhim deb qaramasakmi, bizdagi har qanday bir uchurninki qarshi tarafga qimmati bor ekanligini, shunga har qanday bir uchurni boshqalarga avatganda yoki boshqalarning uchur qabul qilgan vaqtida sagak bo'lishimizning lozimligi, shunday narsalarni bizga xalqimizga davomli anlatib tursak, xalqimizda bir bexatarlik deymiz. Bexatarlikka bo'lgan sezgurlik yuqoriroq bo'lsa, meningcha buning oldini olib deb qarayman. Bak cho'ng bo'lmasimi kichikroq bo'ladi deb qarayman. Shunga bu to'g'riliq narsalar pat mushtaq narsalarni pat so'zlab turganimiz, boshqalarga tushuntirib turganimiz yaxshi. Shu to'g'ri zot. Ko'p rahmat doktor, Alloh rozi bo'lsin. Nihoyatda qimmatli ma'lumot berdingiz. Inshaalloh shu programmalar orqali bevasila bo'ladi inshaalloh. Ham shaxslar, ham tashkilotlar texnik diqqat qilishi kerak bo'lgan nurg'un masalalar bor.